Jihod deganda faqat harbiy ma'noni tushuna olish eng katta xato hisoblanadi. Jihod deganda faqat harbiy ma'noni tushuna olish kerak emas. Shunaqa tushuncha hosil bo'lganki, jihod qurollanish, jihod g'ayridin bo'ladimi, musulmon bo'ladimi, o'ldirish ma'nosini tushunish bu katta bir xato. Suriyalik mashhur olim Muhammad Said Ramazon Buti rahmatullohi alayh Al-Jihad fil Islam degan ajib bir kitob yozadilar. Ana shu kitoblarida aynan shu narsaga urg'u beradilar. Jihod tushunchasida eng katta bitta xato bor. U xato usulni yaxshi bilmaslik. Qur'oni Karim oyatlarida aynan jihodga taalluqli bo'lgan oyat karimalarni, hadis shariflarimizdagi jihodga taalluqli bo'lgan hadis shariflarni ushlab olib, o'zlaricha hukm olishliklar. Eng katta xato mana shu. Qur'oni Karimga doir bo'lgan qancha ilmlar bor. Kimsizki o'zingizcha hukm olasiz. Qur'oni Karimga doir, Qur'oni Karimning fasohat, balog'at, lug'at ilmlari bor. Qur'oni Karim nosix mansux juda ham katta ilm, juda ham chuqur ilm. Qur'oni Karim sabab nuzullari bor. Bir oyatni ushlab olib, o'zcha hukm olish johillik bo'ladi. Eng katta xato o'sha jihodga taalluqli bo'lgan, masalan, hijratga taalluqli bo'lgan oyat karimalar, hadis shariflarni o'zlarining ra'ylariga ushlab olib, tafsir, ta'vil qilishliklari eng katta xato. Vaholanki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kim Qur'oni Karimni o'zini ra'yi bilan tafsir qilsa, ta'vil qilsa, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jahannamdan o'ziga joy hozirlabdi deydi. Jihod deganda odam o'ldirish, jihod deganda oldidan chiqqan kofirmi, mushrikmi, musulmonmi o'ldirish degan narsani fahmlash katta xato. Islom bashoshat din. Islom bu samohat din. Islomda qo'l bilan zarar berishlik yo'q. Islomda til bilan zarar berishlik yo'q. Buni xilofiga qancha hadis shariflar, oyat karimalar turibdi. Musulmon kim? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, musulmon man salimal muslimuna min lisanihi va yadihi. Musulmon odam qo'li va tilidan boshqa musulmonlar amonda bo'lsa, mana shu musulmon. Islomda qo'l bilan zarar berish yo'q. Islomda til bilan zarar berishlik yo'q. Mana shu islom. Bozorga kiradigan bo'lsang, qilichingni qiniga tiqib olgin, qilichingni bir uchi bir musulmonga tegib zarar bermasin, ozor bermasin dedilar. Mana shu islom. Din mana shu bor. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Imom Buxoriy rivoyati bir hadis shariflarda aytadilar, kim bir muahad deb musulmon bilan ahdlashgan g'ayri dinni aytadi. Kim bir o'sha g'ayri dinni nohaq o'ldiradigan bo'lsa, Alloh azza va jalla unga jannatni hidini hidlatmaydi. Vaholanki jannatni hidi 40 yillik masofadan kelib turadi. Aynan jihod deganda qon to'kish ma'nosi, qurollanish, harbiy ma'noni tushuna olish o'ta katta xato. Alhamdulillah hozir yoshlarimiz jihod o'zi nima? Jihodda asl mazmun mohiyati nima? Tushunib, anglab yetishyapti. Lekin shundoq bo'lsa-da, ba'zi bir yoshlar bundan ta'sirlanib qolishyapti. Umumiy xulosa jihod juda ham keng ma'noda. Alloh azza va jalla bizlarni adashtirib qo'ymasin, doimiy to'g'ri yo'lda sobit turishlikni barchamizga Alloh o'zi muvaffaq qilsin. Dinimizni to'g'ri tushunib, to'g'ri fahmlab, unga go'zal amal qilishlikni Alloh azza va jalla hammamizga nasib aylasin.